Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan har doimgidek Zuhriddin Tursunov bo'lib turibdi. Do'stlar, mana bugun Oltisoy tumanidagi Do'g'abay mahallamizda bir magazin ochilgan. Bu yerda hamma tovarlar bor. Uy ro'zg'or, elektrik nima bo'lsa, shuni topishingiz mumkin. Qani bo'lmasa, bitta obzor qilib boshladik. Hoji, kel. Ayni damda biz magazinlarda uy ro'zg'origa ishlatiladigan bo'yoqlar, har xil turdagi bo'yoqlar bor. Qolaversa, aristonlar turma-turi endi litriga qarab aristonlar qolaversa qolaversa uyda ishlatiladigan ustalarga mix, hamma narsa elektriklarga mana atverka deysizmi, nima o'rovimmi, hamma narsalar bor bu yerda. Ключ bor. Sasa ko'p narsalar bor. Kelasizlar, ko'rasizlar, olasizlar, mazza qilib bu yerdan hamma narsa topasizlar. Kraskalarning har xil turlari bor. Uy ro'zg'origa ishlatiladigan chinni, buyum, tarilka, kosalar, hamma narsa bor. Bu tarafga operator. Uy ro'zg'origa ishlatiladigan choynaklar. Bu yerda tarilka, har xil turdagi mayda, katta, oshtoboq, endi ko'p narsani o'zim men uy ro'zg'or narsalarni bilmayman. Uy ro'zg'origa ishlatiladigan juda ko'p narsalar bor. Ayni damda mana shu turbalar, har xil turdagi turbalar bor. Satil deysizmi? Santexnika ishlatiladigan turbalar, kranlarga bemalol kelaverasizlar. Bu yerda har xil turdagi bochkalar bor. Hozir qolganlari shular ekan. Ayni damda biz bu manzil, bu magazinda Do'g'aba mahallasining sentrida, bu Vashvor tarafdan kelishda Hazarbog' kanalining pastroqda joylashgan. Kelasizlar, ko'rasizlar. Uy ro'zg'origa buyumlar, hamma narsa bor bu yerda olasizlar. Bittadan like bosib qo'yamiz.